أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bugün söz aytadigan dersimiz Müslümanlar burundan arkada kalganmı degan tema. Bugünkü günde biz Müslümanlar doğrusidagi gap çıksa, yine Müslümanların zulüm uçrayotganligi, Müslümanların arkada qalayotganligi deganlar ko'z oldimizga keldi. Shundaymi? Hozir Müslüman desek, sizlar kichik bolalarningki yoki bo'lmasa boshqa dunyodagi insonlarning aqliga eng avval Müslümanlarningki qaloqligi, Müslümanlarning arkada qolganligi, Müslümanlarning zulüm uchraganligi mishlarni esimiz keldi. Mishlar ko'z oldimizga keladi. Ammo Müslümanlar burun tortib shundaqmidi? Yani biz bu İslam dini shundaq insonlarning keyini qoldirib qo'yadigan shunday bir dinmi? Bugun biz bu masalani ko'rib boqaylik. Yani bugungi savolimiz Müslümanlar hozirgacha qanday tarixni boshdan kechirdi? Yani bu Müslümanlarning tarixi nihoyatda uzun bir tarix. Hatta bir ispat kitap yazısımı tügemaydigan derecedeki bir uzun bir tarix. Ama bugünkü derste ben sizlerge Müslümanlarınki hazırlıkçı işten geçirken tarixini nihoyatda qisqacha holatda sizlarga tushuntirib beraman. Yani bu tarixga bir qarasak, Müslümanlarga aslan shundoq ekan-ku, bugungiga o'xshash bunday keyinda qolgan, aql qolgan kishilar emas ekan-ku degan tushunchaga inshaalloh kelishinglar mumkin. Bunday bo'lsa, biz Müslümanlarning tarixini Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning davridan tortib hozirgacha bo'lgan jarayonni biz ko'rib boqaylik. Men bu tarixni sizlarga yaxshi tushuntirish uchun bir chinor daraxiga o'xshatdim. Qaranglar. Bu bir chinor daraxiningki urug'liq holatdan boshlab bixlanib maysa holatga kelishi, undan keyin cho'ngiyishi, undan keyin texmi cho'ngiyib osmonga taqashqidek darajada bir ko'rkam bir daraxtga aylanishi, undan keyin sag'arishi, yupurmoqlarning yerga tushishi, undan keyin yana qaytadan bir bahor kelib yashirishi, undan keyin qish qilishidan iborat mushu voqealarni sizlarga bir-birlab so'zlab beraman. Avval kelaylik, bu daraxtningki, ya'ni buni biz qaysi daraxtdagi bu daraxtning ismi İslam medeniyet tarixinin, İslam medeniyet tarixini eksatırıp eğen bir daraxt deb tushuninglar. Birincisi nima? Urug'liq bosqichi. Qarab boqaylik, bu davr qachongi davr ekan? Ya'ni birinchi davr Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yashagan islom madaniyatining urug' holatidagi davri. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lishdan ilgarigi davrga qarab boqaylik. Bu davr qanday holatda? Yani bu davrni biz cahiliyet davri deb ataymiz. Bu davrda insonlar butunlay ezib ketgan, o'zi yasab olgan butlarni ko'tarib ibodat qiladigan, ayollarga nihoyatda zulm qiladigan, ayollarni hattoki mol dunyo mirosini ishlatadigan, bolalarninki mo'sh qanday bor o'rni yo'q, bo'libmi qiz buvaqlarni tirik ko'mib o'tadigan ashundoq bir davrda. Nihoyatda qorong'u jahiliyatlik bir davrda. Bu davrda ya adolat yo'qdi, ya bo'lmasa bir tinchlik yo'qdi. Ishqilib yig'ib aytgan chog'da bu davr nihoyatda qorong'ulik, jahiliyat davridagi bir davrda. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana shunday bir davrda payg'ambar bo'lib avatildi. Ondan keyin Rasulullah'a az-azdan insanlar ergişip Müslüman buldu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlarını Mekke'deki vaktidan tatip terbiyelep çıktı. Tuncu terbiyelegen ornu kayatti Erkan'ın korusu. Erkan'ın korusu da Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem azgana Müslümanlarını şu yerde okutup, terbiyeler Allah'ın vahiysi bilen onlarını yetiştirip çıktı. Ondan keyin Müslümanlar az-azdan ko'paydi. Müşriklarninki Mekke müşriklarının zulmü bilan bu Mekke'deki Müslümanlar hicret qildi. Madinaga bordi. Madinaga borgandan keyin Müslümanlarning soni texmi ko'paydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu yerda Müslümanlarni qaytadan yana tarbiyaladi. Bu terbiyenin asası nemeti? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in terbiyesinin asası Kur'an ve sünnet. Yani Allah'ın vehisi.
Allah'ның vahiysi bilan Rasulullah musulmonlarni tarbiyalab chiqdi. Shuning bilan Madinada mushu bir islomiy jamiyat qurildi va islomiy davlatni qurildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu davlatni qurib chiqdi va qanday boshqarish lozimligini o'rgatdi. Rasululloh yana nimalarni o'rgatdi? Rasululloh bizga ibodatniki butun tarafini o'rgatdi. Namozni qanday o'qishni, zakotni qanday berishni, hajni qanday qilishni, Ramazon ro'zasini qanday tutishni, jihadni qanday qilishni. Yana nimalarni o'rgatdi? Butun oila hayoti, islomdagi oila hayoti qanday bo'lishi kerak? Bir islomiy davlat qanday bo'lishi kerak? İnsanlar o'rtasidagi munosabat qanday bo'lishi kerak? İslamning axloqi qanday bo'lishi kerak? Mushlarning hammasini o'rgatdi. Shuning bilan bu musulmonlar butun jamiyatning holatini o'zgartdi. Jahiliyat davridagi eski qiliqlarni tashladi. Madaniyatsizliklarni, axloqsizliklarni tashladi. Aroqni tashladi. Degandek nurg'un eskiliklarni tashlab, noyatmi go'zal bir islomiy jamiyat barpo bo'ldi. Bizning dinimiz butun holat etgan vaqtida Alloh taolo Qur'on Karimning butun hamma oyatlarini tushirib, bizning dinimizni mukammal qilib qo'ygandan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu dunyodan ketib qoldi. Ya'ni Rasululloh butun mushu payg'ambar bo'lgan 23 yil jarayonida islom madinatiningki bizning butun urqini ham sechibatdi. Ya'ni butun ul asosini bizga qurib berdi. Hammani bizga ko'rsatib qo'ydi, o'ytib qo'ydi. Endi bu davrni biz nima dedik? Mushu islom madinatiningki urq holatdagi davri deb atadik. Ya'ni islom madaniyati yo'qlikdan borliqqa keldi. Yo'qlikdan borliqqa keldi. Endi ikkinchi davr qarab boqaylik. Ikkinchi davr Rasulullohdan keyingi islom madaniyatining bix surgan 4 xalifaliklar davri. Rasululloh vafot bo'lgandan keyin Rasulullohning o'zidan 4 xalifalar mengib, bu xalifalarcha islomiy davlatimizni boshqardi. Bu 4 xalifalar qaysilardi? Birinchisi Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu. Yani 632 yıldan Peygamberimiz vafot bo'lgan milodiya 632 yıldan 634 yılgacha 2 yil jarayonida Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu xalifalik qildi. Ondan keyin Umar radhiyallohu anhu milodiya 634 yildan 44 yilgacha 10 yil xalifa bo'ldi. Üçüncü xalifa kim o? Osman radhiyallohu anhu. 644 yıldan 656 yılgacha 12 yil xalifa bo'ldi. Ondan keyin Ali radhiyallohu anhu 656 yildan 661 yilgacha 5 yil xalifa bo'ldi. Ya'ni bu xalifalarning davrida islom madaniyati bix surib rivojlangan, ya'ni bix surib rivojlanish qarab bir mezgil bo'ldi. Bu mezgilda bu xalifalarcha Rasululloh o'rgatgan yo'l bo'yicha, Rasulullohning ko'rsatmasi bo'yicha davlatni boshqardi. İslamiyet noyatimi güllenish qarabmadi. İslamiyet güllenish qarabmadi. Fethiler köpeydi. Yani Müslümanlar kafirlarning ziminlarini jihad orqali fethi qilib, islom ziminiga aylantirdi. Yani noyatimi ko'p fethiler bo'ldi. Nurg'un kishilar musulmon bo'ldi. Müslümanlarning soni ko'paydi. Yani islom shundoq gullangan bir davrga qarab mangdi. Yani bu davrda bu xalifalarcha adolatni to'g'izdi. Adolatni to'g'izdi. Yani islom adolati mushu xalifalar zamonasida boshqa aytamo gavdalik ifodalanib mangdi. Endi kelaylik bu xalifalardan keyin, yani bu xalifalar qancha yil bo'libdi? 2 10, 12, 24, 29 yıl. 29 yıl Rasulullah'tan keyingi 4 xalifaliklar davri. 4 xalifaliklar davri. Bu davrni biz nimaga o'xshatdik? Chinar darximizningki bix surib, yildiz topgan bir mezgilga o'xshatdik. Endi kelaylik. Bu 4 xalifadan keyin 3-davr. Islom madaniyati taraqqiy qilgan Amaviylar davri. Amaviylar davri. Bu davr qachon boshlangan? Yani Ali radhiyallohu anhuning xalifalik davridan keyin 661-yilda toki 750-yilgacha bo'lgan bu davrni islom tariximizda Amaviylar davri deb ataymiz. Bu Amaviylar davrining tunji
Halifesi kim o? Muaviye ibn Ebu Sufyan. Muaviye ibn Ebu Sufyan. En ahırkısı halifesi olsa Mervan ibn Muhammed. Mervan ibn Muhammed. Hem bu devirde Ömer radıyallahu anh'ın ki nevresi Ömer ibn Abdülaziz yani halife bolgan. Ömer ibn Abdülaziz'nin devrini İslamiyet'teki 5. halife deb ataymiz. Yani Ömer ibn Abdülaziz tariximiz İslam tarixida 5. halife deb ataladi. Bu Emeviler devri bizning qaralma daraxtga o'xshash islom madaniyatining jo'sh urib rivojlanishga, taraqqiy qilishga qarab mangan bir mezgili. Nəhayətdə hamma tərəfdən şaxlar çıxırıb, nəhayətdə çoğuyatqan bir davri, tərəqqi qılıyatqan bir davri. Bu davrda ilim nəhayətdə tərəqqi qılğan. İlim nəhayətdə tərəqqi qılğan. Məo ikinci davrda qanda bolğan insanlar 4 xalifa davrda bu 4 xalifalar Qur'on Karimni qaytadan şu qarilarning og'zidan qaytadan anglab, yezib, ratlab, bularni kitap qilib, bütün İslam musulmonlar bayarning hammasiga Qur'on Karimni taqatgan. Hamda hadisni ratlab, hadisni yezish xizmati bilan shug'ullangan. Ya'ni bu davr asosan Qur'on va hadis ilmining taraqqiy qilgan bir mas'ulchi. Ammo Amaviylar davriga kelgan chaqda yani Abdullah ibn Ömer, Abdullah ibn Abbas, Hasanul Basri, Zuhri qatorliq shunday zo'r olimlar yetishib chiqqan bir davr. Bu davrda Qur'on ilmi, tafsir, hadis, tarix, kalam, fiqh, adabiyot, falsafa, matematika qatorliq nurg'un fanlar kelib chiqqan va bu fanlar taraqqiy qilgan. Bu fanlarni tushuntirib qo'yasizlarga, Qur'on ilmini tushunasizlar. Shunaqa Qur'on Karimning ilmini tushunasizlar. Qur'on o'qish, yodlash, tajvid hammasi Qur'on ilmi. Tafsir ilmi, Qur'on Karimni ma'nosini tushuntirib berganligini degan to'q, tafsir ilmi degan to'q. Hadis-chu payg'ambarimizning so'zlari, ish harakatlari, buyruqlari, to'sqanlari, sifatlari, bularning hammasini bizning dedik, hadis dedik. Tarixchu, tarix bir qavmningki, bundan burungi hayotini yozgan bo'lsa, bu tarix bo'ladi. Kalam deganimiz, ya'ni tilshunoslik ilmi deb tushunsanlar bo'ldi. Fiqh degan hukm qiladigan, bizning dinimizda hukm beradigan bir fan. Adabiyotni bilasizlar balki. Adabiyot degan asosan mushu til va yoziqchilik qismlarini o'z ichiga oladi. Falsafa degan hayotlik to'g'risidagi fan, falsafani hayot to'g'risida fan deb tushunsanlar bo'ldi. Matematikani anglab bilasizlar. Ximiyani bilasizlar. Shunaqo ximiya degan mushu ilm bilan tadqiq qilgan fan, tabiat dunyosidagi. Biologiya butun jonliqlarni tadqiq qilgan fan. O'simlik, hayvonot, inson, mikroorganizm degandek butun jonliqlarning hammasini biologiya tadqiq qiladi. Botanika degan biologiyaning bir turi. Ya'ni o'simliklarni tadqiq qilgan fan. O'simliklarni tadqiq qilgan fanni botanika deymiz. Zoologiya, bu biologiyaning bir turi, ya'ni hayvonotlarni, hasharotlarni tadqiq qilgan fanni biz neymiz? Zoologiya deymiz. Butun hayvon tadqiqotlar shug'ullangan fanni zoologiya deb ataymiz. Tibobatni tushuntirmasam bilasizlar, doktorlik kasbi. Astronomiya degan gap, osmon jismini tadqiq qilgan fanni biz astronomiya deymiz. Ya'ni o'sha ilmlarning hammasi Amaviylar davrida taraqqiy qilishga boshlagan. Mushu davrda paydo bo'lgan. Qaranglar, bizning dinimiz nihoyatmi taraqqiyotga boshlaydigan bir din. Ya'ni bu fanlarchi mushu vaqtda paydo bo'lib taraqqiy qilishga boshlagan. Bundan boshqa Amaviylar davrida islom dunyosi nihoyatmi kengayib, nihoyatmi taraqqiy qilgan. Iqtisod nihoyatmi gullangan. Mushu Umar ibn Abdulazizning davrida iqtisod shunchalik gullanganki, jamiyatda hech bir nomrod kishi qolmagan. Kishilar zakotlarini, sadaqalarini beradigan odam izlaydi ekan. Kimga bersan bo'ladi deb o'shunday odam izlab, peqar miskinlarni topolmaydigan, o'shunday bir dinlanish maydoniga kelgan bir davr. Amaviylar davrini bildinglar, ha? Undan keyingi davr qaysi davr? İslam medeniyetining eng gullangan davri Abbasiylar davri. Bu davr qachon to'g'ri keldi desanglar, 750-yildan 1100-yilgacha.
Abbasiylar davri 750-dan 1250-chi bo'lgan davrni o'z ichiga oladi aslida. 1258-chi bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Ammo 750-dan 1100-gacha bo'lgan davrchi eng gullangan davri. 750-yildan 1100-chi bo'lib 1100-yilgacha bo'lgan davrchi Abbasiylar davriniki Abbasiylar xalifligining eng gullangan davri. Bu davrni biz nimaga o'xshatdik? Qaranglar, Chinar daraxtiniki osmonga toshqan holatda shundoq cho'milgan, noyatimi ko'rkam holatga kelgan bir chinarga o'xshatdik bu davrni. Endi bu davrga qarab boqaylik. Bu davrda qanday bo'lgan desalar, Anaviylar davridagi bakroq taraqqiyotlar bo'lgan. Bulutmu ilm, madaniyat sohasida noyatimi ko'p taraqqiyotlar yuz bergan. Abbasiylar davridagi imomlarni ko'rib boqaylik. Bu davrda 6 hadis imomlari. Hozir biz hadis ilmida asos qiladigan 6 hadis kitobimiz bor. Bularning imomlaridan Imom Buxoriy, Imom Muslim, Nasoiy, Abu Davud, Tirmizi, Ibn Majah qatorliq 6 hadis imomlari mushu Abbasiylar davrida yaşagan. Mushu davrda hozir biz o'qiyotgan mush kitoblarning hammasini mushu davrda yozib to'plab chiqqan. Bu hadisdan başqa yana tafsir ilmi, hadisdan başqa tafsir ilmi, Qur'on Karim ilmi, yana fiqh, adabiyot, falsafa, matematika, biz bildigan bütün fanlarning hammasi noyatım bek taraqqiy qilgan. Noyatım bek taraqqiy qilgan. Bu 6 hadis imomlarini muqaddam ko'rib yodlab olingan. Uningdan boshqacha 4 mazhab imomlari, yana fiqh ilmi noyatım taraqqiy qilgan. Hozirgi biz mushu yol tutmaqdigan 4 mazhabniki imomlari va bu imomlarniki bütün kitoblarimi mushu davrda yozilgan. Bu imomlar mushu davrda yashagan. Qaysi davr ekan? Abbasiylar davri. Yani İmam Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Malik, Ahmed ibn Hanbal'dan ibaret muş 4 mazhab imomlari. Bu noyatım katta zor alimlar bu. Muş alimlar muş Abbasiylar davrida yashagan. Uningdan başqa qaranglar. İlim-fan sohasida, ya'ni diniy ilmlarda emas, boshqa ilmlarda, matematika, tibobat, astronomiya, falsafa, biologiya, qatorliq mushundoq ilmlardami noyatimi dangliq olimlar yetishib chiqqan. Bu davrdagi olimlar butun dunyoning eng oldingi turadigan, eng yuqori saviyasidagi olimlardir. Yana bir ish qilsanglar, bu davrda ilim, fanniy ilim, diniy ilim deb ayrılmaydi. Yani İslam dinimiz barliq kelgan tartib bu ilim, fanniy ilim, diniy ilim deb ayrılib bakmagan. Bütün olimlarning hammasi hem diniy ilimni o'rgangan, hem fanniy ilimdan ham qo'shib o'rgangan. Yani fan bilan din hech qachon bizning dinimizdan ayrılmagan. Yani ayrılmaz bir ilim bu. Fen ilim, din ilim deb ayrıladigan ish yo'q. Hammasi o'xshash, Allohning rizosi uchun o'rganilgan ashunda katta ilmlar. Ibn Sina qaranglar, Mavrasinlikni Ibn Sina deylik. Bu kishi ustoz, Ibn Sina ham doktorda. Yaxshi, maşallah. Ibn Sina doktor, shundan doktorlik ilmida nihoyatda tanilgan bir katta olim. Uningdan boshqacha qarang, Abu Bakr ar-Razi bu kishimi tibobat ilmida nihoyatda dangliq, butun dunyoga tanilgan bir olim. Bu Abu Bakr ar-Razi qaranglar, o'sha Abbasiylar davrida bir doktorxona ochgan qarang. Doktorxona ichib, hozirgi davrga o'xshash har bir bo'limdan ta'sis qilgan ekan. O'zi bosh doktor bo'lib doktorxonasida ishki bölüm, taşqi bölüm, nero bölümü, köz bölümü, diş bölümü degandek bütün bölümlerin hammasini ayırıp, doktorlarning uchun har xil saviyalarga ayirib, ashundoq bir kasal ko'rgan, doktorxonaning ajoyib bir sistemaga tushirgan, ashundoq bir olim. Abu Bakr ar-Razi. Uningdan boshqa qaranglar, Xorazmi bu kishi dangliq matematika olimi. Abbasiylar davrida butun dunyoga tanilgan matematik olimi. Bu kishi algebra deymizmi sizlar, Turkiyada Cebir deysizlar. Mushu Cebirning kashfiyotchisi. Yani tunji bo'lib Cebirni matematikadan ayirib bir tur qilib chiqqan kishi.
Bundan başqa bu kishi yana geometriya, başqa matematikadagi har bir sonlardan noytim taraqqiy qilgan, nurg'un kashfiyotlarni yaratgan bir kishi. Yani bizning musulmonlar tunji bo'lib matematikada 0 ni qo'shgan. Bizning sonlar bor 0, 1, 2, 3, 4 deb. Shu 0 ni qo'shib bir o'nliq sistemasidagi sonlarni tunji bo'lib musulmonlar dunyoga tunutgan. Musulmonlar keltirib chiqargan. Yani musulmonlarning matematikaga qo'shgan tuhfasi noytim ko'p. Bütün dünya, mayli Avrupa bo'lsin, bütün dünya matematikani kimdan o'rganib ekan? Musulmonlardan o'rgangan. Bu Xorazmi qaranglar. Yenichi qaranglar, Sabit ibn Kurra. Bu kishi kim bo'lsa, bu ham dangliq matematik olimi, ham dangliq astronomiya olimi. Yeni qarab baqaylik Battani bu kishi dangliq astronomiya olimi. Aşu davrda qaranglar, uskunlar noytimi taraqqiy qilmagan bir davr bu. Shundan mı hozirgidek ilg'or uskunlar, ilg'or teleskoplar yo'q. Ashundaq bir davrda bu kishi o'zi shundaq teleskoplarni yasab, osmon jismini tadqiq qilib, 1 yilning vaqtini hisoblab chiqqan. Bu kishi qanday hisoblagan desanglar, 1 yil 365 gün, 5 saat, 46 daqiqa, 24 saniye bo'ldi ekan. Dep hesaplab chiqqan. Bugungi dunyoda noytim ilg'or uskunlarni hesaplagan chaqdimi, aşağıdamikida qancha farqlansa, 22 daqiqa, 22 saniye farqlanadi ekan. Endi noytim az farq bilan bugungi dunyoda shuni bilyapmiz. Bu kishi Abbasiylar davrida, o'ylab boqinglar, 750-yili. Shu davrda bir yilninki qancha kun bo'lganligini mushadam noytim to'g'ri holatda hesaplab chiqqan. Yani musulmonlar mana shunday taraqqiy qilgan, noytim taraqqiy qilgan. Undan boshqa qarab boqaylik, bizning Uyg'ur olimlarimiz bor. Mana kimni tanimsizlar? Tanimsizlar rasmdagi yaxshi, maşallah, Mahmud Qashqari. Qaranglar, bizning Uyg'urlar o'sha Abbasiylar döneminde, yani Abbasiylar mezgilida musulmon bo'lgan. Yani Uyg'urlar Arap zamanlardan aytdim, Irak'da yaşaydı şundan qo'm, Irak'da yaşaydı, Sharq tarafda yaşaydı. Bu yerga islomni aytdim, keyin yetib kelgan bizning zamonimizga. Payg'ambar alayhisolamning davrida, 4 xalifaliklar davrida, Amaviylar davrida biz Uyg'urlarcha islomdan xabarsiz yashaganmiz. İslamdan hech qanday xabarimiz yo'q, butlarga cho'qinib, ashundaq azg'un holatda ashunda yashagan bir millat. Fakat Abbasiylar mezgili kelgan vaqtida şu musulmonlar da'vatni bizning vatanimizga, ya'ni biz Uyg'urlarga yetkazgan. Tunji bo'lib kim qabul qilgan? Bizning davlatimizning Uyg'ur podshosi kim o? Istiqboraxon tunji bo'lib islom dinini qabul qilib, anandan keyin islom dinini davlat dini qilib bekitgan. Anandan keyin Uyg'urlar musulmon bo'lib, musulmon holatda yashashga boshlagan. Yani Abbasiylar mezgilida musulmon bo'lgan. Undan keyinchi bizning davlatimizda, ya'ni bizning vatanimizda Qarixoniylar xandonligi qurilgan. Qarixoniylar xandonligi bir musulmon xandonligida. Qur'onni qonun qilgan ashunday bir xandonlik. Bu Qarixoniylar xandonligidan nurg'unlagan ataqliq olimlar yetishib chiqqan. Mahmud Qashqari, Yusuf Xos Hojibga o'xshash ashundaq ataqliq dangdar olimlar yetishib chiqqan. Bu olimlar ham fanni o'rgangan, ham dinni o'rgangan. Nihoyatda mukammal o'rgangan. Masalan, Mahmud Qashqari nihoyatda pishib yetilgan bir diniy olim. Undan boshqa Mahmud Qashqari boshqa ilmlarni nihoyatda puxta o'rgangan. Falsafa, adabiyot, tarix, matematika, coğrafya qatorliq har xil ilmlarni nihoyatda pishib o'rgangan bir olim. Bu olimning yozgan kitobi Turk tillar divoni. Hammamiz bilamiz, bu Turk tillar divonini hozirgacha tadqiq qilyapmiz, lekin yechib olmayapmiz. Shundami? Hozirgachilik 1000 yildan oshdi, yetig'ichilik buning ma'nosiga yetib o'rganib olmayapmiz. Ondan başqa Mahmud Qashqari coğrafya ilmidan nihoyatda pishib yetilgan bir olim. Tunji bo'lib dunyo xaritasini sizib chiqqan. Dunyo xaritasini bilsam bu, dunyo xaritasini tunji bo'lib Mahmud Qashqari sizib chiqqan. Bu davrda, ya'ni Abbasiylar davrida har xil maxsus coğrafya ilmi o'qitadigan universitetlar qurilgan.
Mesela Irak'ta birisi bakkan toq, yine birisi qayerda esimde qolmaptım. Müşundaq coğrafiya ilmini maxsus öğütadigan universitetlar qurulgan. Yine Mahmud Yusuf Qas Hacip. Bu kişi Abbasilar davrida, yani bizning Uyg'urlarning Qaraxoniylar davlatida dunyoga kelgan, ashada yashagan, nihoyatda pishib ketilgan faylasuf, mutafakkur bir olim. Bu olimning Qutatqubilik nomli kitobi bor. Hozirgacha biz o'qiyotimiz, hozirgacha biz o'rganib bo'lmayapmiz. Shundaqki, yana bu davrda mana shunday katta olimlar yetishib chiqqan. Hozir men bir qanchasining ismini dedim, ammo bundan boshqacha o'yladim. Nurg'un olimlar bor. Nurg'un olimlar yetishib chiqqan. Bu Abbasilar davri islom madaniyatimizninki mana shunday gullab yashnagan, butun dunyoga islomni tunutgan, ashundoq bir gullangan bir davr. Musulmonlar qanday qildi? Rasulullohdan keyin butunlay taraqqiy qildi. Shundaqki Rasulullohdan keyin ost taraqqiy qilib, shunday zo'rayishga boshlabdi. Endi Abbasilar davrininki oxirgi davri qarab boqaylik. Abbasilar davrining oxirgi davri kelgan chog'da Bizanslar musulmonlarga hujum qilib, buzg'unchilik qildi. Bizanslarni bilamsizlar? Kim o Bizanslar degan? Xristianlar, shundaymi? Ustoz. Yaxshi, Xristianlar. Xristianlarninki tarixini men inshaalloh maslahat so'zlab beraman. O'sha tag'im yaxshi tushunsizlar. Bu Bizanslarchu Iso alayhissalomning yo'lidan bo'lgan kishilar emas. Bular ezib ketgan Yahudlarning ta'siriga uchrab ketgan shunday kishilar. Bu Bizanslarchu musulmonlarga hujum qilib, musulmonlarninki madaniyatining chekinishiga sabab bo'lgan. Bu davrni biz nimaga o'xshatdik? Shunday yupurmoqlar sag'rib ketgan bir chinor tarixga o'xshatdik. Bularning buzg'unchiligi 1100-yildan 1250-yilgacha davomlashgan. Bundan keyin qarab boqaylik, Moğollar tarafidan talabatga uchragan. Bizning islom dinimiz, islom madaniyatimiz, ya'ni musulmonlar Moğollarninki nihoyatda og'ir talabatga uchragan. Moğollarni bilasizlar, ular nihoyatda bir yovvoyi bir millat. Shu davrda butun dunyoning hamma joylarini buzg'unchilik qilgan. Hamma yerda yo'qotib, ko'ydirib, shunday madaniy meroslarni, ya'ni nihoyatda talon-taroj qilgan, yo'qotib o'tgan bir millat. Yine İslam medeniyetimiz tarihi qarsak 1250-yildan 1450 bo'lgan bu davrda Moğollar musulmonlarga, islom dinimizga nihoyatda ko'p og'ir talablarni keltirgan. Ammo o'ylab boqinglar, bu davrda musulmonlar qarab turganmi? Bizanslarning, Moğollarning hujumlariga qarab turganmi? Hargiz qarab turgan emas. Balki musulmonlar texmo kuch to'plab, bularga qarshi turgan, bular bilan jang qilgan, nurg'un janglarni boshdan kechirib, oxirida Osmoniya xalifasini qurib chiqqan. Osmoniya xalifasi qachon qurilgan? 1299-yili qurilgan. Chunki tarixda 1299-yili, taxminan 1300-yili qurilgan Osmoniya xalifasi. Mana qaranglar, 1200-yildan 1952-gacha debdimiz Moğollarniki. 1299-yilda islom Osmoniya xalifasi qurilgan, toki 1450-yilgacha Moğollarninki talon-tarojlari tugamagan. Ammo Osmoniya xalifasi bu 1450-yil bo'lgan chog'da butunlay bu dushmanlarning hammasini yo'qotib, gullanish davriga qarab mangan. Tushundinglarmi? Buni balki bu tarixni mendan yaxshi biladiganlar bo'lishi mumkin oranglardan. Endi bu Bizanslar va Moğollarninki talafatidan keyin bu daraxt nimaga o'xshab qolibdi? Ko'pirmoqlar sog'ayib, yerga tushgan bir daraxtga o'xshab qolibdi bizning madaniyatimiz. Undan keyin qanday bo'ldi? Osmoniya xalifaligi bu daraxtni qaytadan yashatdi. Bu daraxtga qaytadan bir yangi bahor keldi. Yine Osmoniya xalifasi 1450-yildan 1700-yilgacha nihoyatda gullandi. Bu davrda islom madaniyatimizmi nihoyatda taraqqiy qildi. Yine nurg'un olimlar yetishib chiqdi. Nurg'un islomiy bizningki masjidlarimiz, madrasalarimiz degandek nurg'un narsalar qurildi. Yeni bir islom davlati qaytadan dunyoda putrab turdi. Musulmonlar qaytadan
nihoyatdan kuchlanadi. Endi 1700-yildan keyin bu Osmaniya xalifligi qaytadan bir munqarzish qarab yuzlandi. Osmaniya xalifligi 1921-yil tugadi shundaqmi, butunlay yiqitildi. Mushu davrchilik 1700 dan 1921-yilchilik bu Osmaniya xalifasining aytimi tirkishib, jangrash qilgan bo'lsa-mu, oxirga berib bayram bo'ldi. Bu davrni biz nima deydiganmiz? Munqarzish yuzlangan islom madaniyati deb tushunsak to'g'ri bo'ladi. Yeni bizning chinar daraxtimiz nimaga o'xshab qoldi? Yupurmoqlari to'kilgan bir daraxtga o'xshab qoldi. Yupurmoqlari to'kilgan mana shundoq bir daraxtga o'xshab qoldi. Bu davrda islom qanday bo'ldi? Islom tirkashdi, amallikini g'alaba qilolmadi. Shundaqmi? Jangish uzilib qolmadi. Endi 1921-yildan bugungi 2021-yil bo'lgan davrga qarab boqaylik. Bu davrda nimaga o'xshash bo'ldi desanglar, mana shunda qishda qarning ostida qolgan bir chinar daraxtga o'xshash bo'ladi. Yine biz 100 yıldan beri bizning islom madaniyatimiz mana shunda tarixdagi eng og'ir kunni boshdan kechiribdi. Tarixdagi eng og'ir kun o'sha 100 yildan beri bo'lyapti. Bundan burungi davrga qarab bakinglar, hech bir zaman musulmonlar andan bugünkidek talafat kuchirab baxmagan. Tarixni ko'rdik shundaqmi, tarix Abbosiylar davrigachilik Naytım taraqqiy qilgan. Keyin kunlarda dushmanlarninki sinimiz bilan, hujumlari bilan biroz ojizlashgan. Keyin yana Osmoniya xalifasining qurilishi bilan qaytadan yangi bahor kelib, islom madaniyatimiz yana qaytadan rivojlangan. Ammo undan keyinchi bu 100 yildan beri bizning islom madaniyat tariximizcha eng ojiz holatga tushib qoldik. Ammo lekin bu daraxt qurib ketdimi, o'lib qoldimi? Yo'q, hargiz qurib ketmadi. Hargiz o'lib qolmadi. Ya'ni har qanday bir narsninki bir davri bo'ladi. Shundaqmi? Bu tarix qaranglar, bir harvoniki yoki mashinaniki chaqqa o'xshaydi. Chugilab turadi. Ya'ni bugun g'alaba birsida bo'lsa, ata g'alaba yana bizda bo'ladi. Xuddi ayning 15 qorong'u 15 yo'ruq deganga o'xshash. Ya'ni bu qishda qolgan, qorda qolgan bu chinarlarga hamon bir kunicha bahor keladi. Ishonamizlar buningga? Buning cho'qim ishonamiz. Qishdan keyin cho'qim bahor keladi. Undan keyin yana bu chinar daraxtimiz cho'qim qaytadan yashnab, qaytadan ko'klaydi. Ammo bu bahorning kelishi uchun biz qanday qilishimiz kerak? Biz jim tutsak olmaydi. En o'ylab qolgan bo'lishlar mumkin. Islom madaniyati shuncha taraqqiy qilib ekan. Endi bugun kelgan chaqda nima ish qilib bundoq munqarizlashib, bundoq ojizlar tushib qolgandir. Buning sababi nimada deb o'ylashlar mumkin. Buning sababi sirtqi dushmanning ta'siri bor albatta. Sirtqi kuchlarning ta'siri bor, ammo eng ko'p kimda? O'zimizda. Biz musulmonlarda. En çok sebebi biz Müslümanlar dinimizde çok turp olamadık. İmanımız acizleşip gitti. Allah'ın ve Resulullah'ın yolundan kıyıp gittik. Başka yollara kırıp gittik. Başka gayri dindikilerine karıqlarca doğruduk. Şunun bilen biz qana olduk, hazırlıkdaki acizlere çıkıp kaldık. Endi Yevropa nimish taraqqiy qilib ketdi? O'ylab boqaylik. Bizning madaniyatni musulmonlardan Yevropaga ko'chgan. Qanday ko'chgan desanglar, mushu Abbosiylar davrida, undan keyin Abbosiylar davrida qurilgan Andalus xandonligi degan bir xandonlik bor. Mushu davlatlar nihoyatda taraqqiy qilgan. Biz musulmonlarning yozgan nurg'un kitoblarini har xil tillarga tarjima qilgan. Keyin Mao Bizanslar urush qilish jarayonida musulmonlarning bo'lgan yerlarga berib, ularning kitoblarining hammasini o'zining davlatlariga to'shigan. Mo'ng'ullar shunday qilgan. Mushu Andalus davlatidan nurg'un bizning musulmonlarning kitoblarini Yevropaliklar o'g'irlab ketgan. Ya'ni ular o'zining davlatlariga olib ketgan. Shuning bilan bu bizning musulmonlarning madaniyati Yevropaga ko'chishga boshlagan.
Yevropalar yine bizning madaniyatimiz orqali bular taraqqiy qilib ketgan. Aslida taraqqiy qilgan davlatmikan yo'q. Yo'q. Yevropalar aslida taraqqiy qilgan emas. Eng madaniyat, eng dunyodagi eng ilg'orlik kimdi? Musulmonlarning qo'lida. Keyin 100 yildan beri Yevropaliklar taraqqiy qilib ketdi. Buning sababi nima ekan? Biz musulmonlar o'zimizningki narsaga sahib chiqolmadik. Shu sababdan hem musulmonlarcha o'zimizning e'tiqodimiz susishib ketdi. İmanimiz ajizlab ketdi. Allohning buyruqlarini tashlab qo'yib, o'zimizning nafsi xohishiga ergishib ketdik. Shuning bilan hozirgidek bir davr kelib chiqdi. Bir davr maydonga kelib chiqdi. Endi bundan keyin bu qarning ostida qolgan bu islom daraxtiniki, bu chinarni biz qanday qutqizamiz? Bundan keyin hamon bir baharning keldiğini g'ishinimiz, ammo bu baharni biz qanday keltiramiz? Degan masala siz to'xtab baqaylik. Buning uchun hammamiz o'zimizdan boshlashimiz kerak. Ya'ni islom madaniyatda qanday barliq kelib, qanday taraqqiy qilgan bo'lsa, biz shuni qaytishimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qanday qilgan? Boshda Arqamning o'ylisida musulmonlarni birdan, ikkidan azdan tarbiyalab chiqqan. Shundaqo, undan keyin bu musulmonlar ko'paygan, bu musulmonlar boshqa musulmonlarni tarbiyalagan, shu orqali bir musulmonlar jamiyati barliq kelgan. Biz bu shu usul bo'yicha qanday qilamiz? Hammamiz eng avval o'zimizni tarbiyalaymiz. Ya'ni o'zimizni din orqali va fan orqali kuchlantiramiz. İmanimizni texmo mustahkamlaymiz. Ondan keyin bizga o'xshash, ya'ni hammamiz o'zimizni tarbiyalagan vaqtida nurg'unlagan ko'pligan bir musulmonlar dunyosi bir jamiyati barliq keladi. Ondan keyinchi bu qishib qolgan bu chinar daraxtimizni qaytadan yasharta olamiz. Ya'ni buningki birdan bir yo'li nima desanglar, bu chinar daraxtini qishdan qutqizishninki birdan bir yo'li Alloh va uning rasulining yo'liga qaytish. Allah ve onun Resulü bize nimaga buyurgan bo'lsa, shu yo'lga qaytish, e'tiqodimizni ruslash, boshqa Yevropaning, boshqa millatlarningki madaniyatlarini, ularning qiliqlarini cho'q qarag'lachi do'rmaslik. Ya'ni bizni Alloh nimaga buyurgan bo'lsa, shuni qilish, o'zimizni tepish, o'zimizning kimligini bilish. Shu orqaliqlar andan keyin bu chinar daraxtini qaytadan ko'mitib chiqa olamiz. İlim bilen düşünüş deb yazdım. Bu ilim mu? İlim ne degan gap? İlim degan iman degan gap. Yani Allah ve onun Resulünün yolu qaytgan kishi albatta ilim egallaydi. Çünkü bizning dinimiz bizni ilim bilen düşünüşke, ilim öğrenişke başlaydı. İlim öğrenişimizni talep qiladi. Shuningga buyuruydu. Yani biz Allah'ның ve Resulünün yolu qaytsak, ilim öğrenimiz, e'tiqodimiz mustahkam bo'ldi. Bu bizningki e'tiqodimiz, İmanımız küçeyse bizninki hamma narsamiz küçüydü. Jismimiz mi şunun qarta küçüydü, bizninki huquqimiz mi şunun qarta küçüydü. Yani Allah ve onun Resulullah'ın yolu qaytish bilan bu chinar daraxtini ko'kilta olamiz. Yeni o'ylab beqinglar, bu chinar daraxti bolalar tarixdan beri qurib qolibdikanmi, o'lib qolibdikanmi? Yo'q, hargiz unday emas. Yani sağagan, ondan keyinchi yana yaşagan. Ama bugünkü günde çok kıştı kaldı. Bunun için yine çokum hergiz ölmeydi. Allah Teala bu iman kelimesini, la ilahe illallah kelimesini çok kıyamet kadar yaşatıdı. Bu çınar daraxti ölüp kalamken de oylab kalmalar, kurup kalamken de oylab kalmalar. Daraxtlarning parmaqlab tushib ketsimi, hozir to'nglab qolsimi, hamon bir kuni yashirdi. Qiyomatchilik bu islom da'vosi, la ilaha illallah bu zamonda davom qiladi. Bu musulmon yana mushu la ilaha illallah uchun kuch chiqaradigan, buning uchun kurash qiladigan musulmonlar qiyomatchilik hargiz uzilib qolmaydi. Yine bugün biz ansiraymiz shundaqo, yana bundan keyin bolalarimiz xristianlashib ketib qoladimi? Dindan chiqib ketib qoladimi? Musulmonlar jamiyati mana shunday tuyab ketib qoladimi? Deb her xil g'amlarni qilamiz, ammo lekin Alloh taolo bu musulmonlarni yo'qotib o'tamdi, hargiz yo'qotib o'tmaydi. Musulmonlar qat'iy yo'qolmaydi. Bu chinar daraxti qurib qolmaydi.
Bunun işinişimiz gerek. Allah Teala İbrahim suresinde La ilahe illallah kelimesini bir daraxtga o'xshatgan. Ayet nimeye chiqqanmapti men? La ilahe illallah kelimesi bir daraxtga o'xshatgan. Shu oyatni bir ko'rib boqaylik, ha? Uyg'urchadan aytaylik. Qaranglar. Allah'ın mundaq bir temsil ko'rsatganligini ko'rmadingmi? Kelime tayyiba, ya'ni yaxshi so'z, iymon kalimasi, yildizi yerning ostida bo'lgan, shig'i osmonga taqashgan, Parvardigorning izni bilan vaqt-vaqtida meva berib turadigan esil daraxtga o'xshaydi. Allah kishilarga vaz-nasihat olsin deb, ularga nurg'un tamsillarni keltirdi. Yaman so'z, ya'ni kufr kalimasi zaminning qo'mirib tashlangan, hech qanday qarori yo'q, nachar daraxtga o'xshaydi. Deydi, qaranglar. Me'dan Allah Taala kelime tayyibani, nim tavhid kelimesini nimga o'xshatibdi? Yildiz yerning ostida bo'lgan, shixi osmonga taqashgan, Parvardigorning izni bilan vaqt-vaqtida meva berib turadigan bir esil daraxtga o'xshaydi deb shunday bir daraxtga o'xshatgan. Ya'ni bu daraxt, ya'ni qiyomatgacha yashab turadiganligini biz bu oyatdan bilamiz, ha? Bu daraxt qiyomatgacha yashab turadi. Darsimning mazmun tushundinglarmi bolalar? Yani bu çınar tarafını kışını qanday qutqizdik ekanmiz? Qaysi so'zlar topsizlar? Qanday qilgan chog'da bu daraxt qaytadan yashaydi ekan? Biz islomimizga qaytsak, Allohni qaytadan tanısak, Allah deganini qilib, demaganini ijro qilib qilsak, ana degan bu tilan daraxti qaytadan yashaydi. Maşallah, maşallah. Çınar daraxtiga qaytadan bahran qildiganligi ishonchinglar bormi bolalar? Ishonimizmi, imonimiz komilmi? Ha? Ha, maşallah. Yine qaysanda paqislar qanday qilsa qanday qishdan qutuldik ekan? Biz g'ayri dinliklarni, g'ayri millatliklarni qarg'ulash to'g'risi bo'lamdi? To'g'risi bo'lamdi bolalar? Yo'q, bo'lmaydi ustoz. Ustoz. Doğrusa biz bu çınar daraxtimizni qutqizolmaymiz. Biz faqat o'zimizga qaytishimiz kerak. Biz Uyg'ur millatining madaniyatiga qatsak, bizning madaniyatimiz islom madaniyati bilan jug'urlab ketgan. Ya'ni nurg'un ishlarimiz, ya'ni burunqi vaqtimizga qarasak, hamma ishlarimiz islomning ko'rsatmasiga bo'ladi. Bizning axloqimizmi shu, bizning urf-odatlarimizmi shu, islom madaniyati bilan jug'urlab ketgan bir millat biz. Yani biz bundan keyin mushu dinimizda mustahkam turish orqali o'zimizni qutqiza olamiz. Darsni tushundinglarmi bolalar? Darsni tushundinglarmi? Ustoz. Tushundik ustoz. Maşallah. Vazifanglarni tunib yetdinglarmi bugungi darsda? Ustoz. Vazifamiz tunib yetdik, ha? Biz tutsak bo'lamdi ekan? Biz quiz o'ynaymiz. Quiz o'ynaymiz. Turanglar, bir og'iz gapimlarni degan quiz ochib beray, ha? Yine biz bugungi davrda beşilik sualımız kelaylik. Müslümanlar naitim aqd qolgan, naitim qalaq degan gapni angladik. Endi bundan keyin sizlarga birisi kelib, Müslümanlar mana shunda qalaq degandek gapni qilsa, raddiya qaytara olamsizlar? Yani Müslümanlar naitim taraqqiy qilgan, bizning dinimiz shunda taraqqiy qilib boshlagan bir din ekanligini bugun darsni es qilgan bo'lsanglar, naqsimiz etgan bo'lamiz inshaalloh. Ana bo'lsa quiz o'ynaylik.